Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Zikring Lux modelini yangilangan versiyasidan yoqilishidan boshlab ishlatilishigacha obzorini qilib beramiz. Hozirgi kunda yangi kelgan Lux uzugini 6 xil rangi bor, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan va eskisi bilan farqi ko'rishingiz mumkin. Korobkasi kattaroq bo'ladi va yaxshi tarafi batareykasi ko'proq yetadigan bo'lib chiqqan. Xo'p, bittasini obzor qilib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, ichida juda ham chiroyli chiqadi. Va uning ichidan nimalar chiqadi ko'ramiz. Ochganingizda o'zining maxsus keysi va zaryadniy porti, garantiya qog'oz va qo'llanmalar chiqadi. Xo'p, endi zaryad qilish uchun bu keysni ochamiz, ichiga solamiz uzukni va buni orqali zaryadga qilamiz tokka. Endi ishlatishni tushuntirib beraman. Tasbeh telefon ulash uchun birinchi navbatda korobkaning orqa tarafida QR kod mavjud, o'shangizni skaner qilasizlar va sizlarda xuddi shunaqa iCloud programmasi chiqadi, uni ko'chirib olasizlar. Programmaning oti iCloud Live. Programmani ko'chirgandan keyin xuddi shu past tarafida 3-joyi bor. Shu yoqqa kirasiz va bu yerda plus belgisi turibdi. Shuni bosasiz va Bluetooth search kirasiz. Tasbeh nomlari chiqadi va aynan tasbehingizni bilish uchun knopkani bosib tursangiz, tasbeh knopkasini Bluetooth chiqadi, ya'ni 5E69. Mana ko'rishingiz mumkin 5E69. Shuni bosasizlar va tasbeh telefonga ulanadi. Ana endi tasbehni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Qanaqa funksiyalari bor? Hop, birinchi navbatda tasbeh ko'rishingiz mumkin. Aytish boshlashingiz bilan bu yerda ham qancha etganini ko'rinib turadi. Ikkinchisi custom tasbeh degan joy bor. Uni kirib turib bemalol sizlar qaysidir zikrni necha marta aytishingizni belgilab turib aytsanglar bo'ladi. Ya'ni faqatgina shu zikr hisoblab boradi. Undan tashqari yana bitta zo'r joy bor. Bu yerda screen flip degan joy bor. Ya'ni siz ekranni bemalol o'zgartirishingiz bo'ladi. Bu yoqqa ham, bu yoqqa ham. Bu funksiya nimaga kerak? Bir xil tasbeh bunaqasi ishlatadi, bir xil tasbehni bunaqasi ishlatadi. Va yana zo'r joyi bor. Tasbeh yo'qotib qo'ygan bo'lsanglar, mana shu knopkani bosib topsanglar bo'ladi. Ya'ni tasbeh vibratsiya berib turadi va vibratsiya orqali tasbeh topib olsanglar bo'ladi. Yana bitta yaxshi tarafi bor. Xo'p, tasbeh reminder degan joy bor. Shuni yoqqa kirasizlar va tasbehni misol uchun menga soat 10 dan boshlab soat 9 ga, 7 gacha, 6 gacha har bir soat ichida menga zikrlarni eslatib tursanglar, tasbeh vibratsiya orqali sizga har bir soatda zikrlarni eslatib boradi. Eng muhim joyi bor. Agar tasbeh siz kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu joyga kirasiz va unbind qilasiz. Ya'ni agar bu narsani qilmagan bo'lsangiz, hadya qilgan odamingiz bu funksiyani ishlata olmaydi. Tasbeh uzildi va bemalol bu tasbehni kimgadir hadya qilishingiz mumkin. Ushbu tasbehlarni bizning hamkorlarimizdan va showroomdan olishingiz mumkin. Hamkorlarimiz profili bizning profil akkauntimizda joylashgan. Hammangizni kutib qolamiz.